Qanaqa qilib tezroq, arzonroq uy olish mumkin? Uylar arzon bo'lib ketgan taqdirda ham shu narxi o'zi ham katta summa. Nimaga Toshkent atrofida uy-joylarning narxlari yuqori? Chunki bir parcha yerni narxini o'zi normalniy narxda turibdi. Quruvchilar ham nima qilsin? Qani quruvchilarning qo'lida bo'lsa, arzon yerni uchrasa, olib arzon xalqqa qurib bersa. Agar siz uyim bo'lsa, lekin har taraflama menga выгодный bo'lsa, arzon tushsa deb niyat qilib yurgan bo'lsangiz, unda siz quruv yer olib, o'zingiz qurilish qilishingiz kerak bo'ladi. Agar siz qurilish sohasiga tushunsangiz, bemalol quruv yer olib, shu yerda qurilish qilib, shunaqa havosi toza, bahavo joylardan o'zingizga shunaqangi chiroyli imorat vatan qilib qo'ysangiz bo'ladi. Shoshiling, siz ko'rib turgan mana shu keng maydonga ega bo'lgan 10 sotixli yerimiz zudlik bilan sotiladi. Mevali daraxtlari ham bor, yeri unumdor. Xohlasangiz biznes qilib, bog'roq, parnik qilib foydalaning, xohlasangiz qurilish qiling. Lokatsiya zo'r. Shundoqqina Yangi O'zbekiston bog'iga 3 kilometr masofada joylashgan. Suv, svet, Wi-Fi'lardan umuman muammo yo'q. Shoshiling, tez uyegalar bilan bog'laning. Narx-navosini tepasida 5 tashlab baraka qilsangiz, kelishtirib chiroyli narxga berishadi. Videoni Yangi O'zbekiston taraflardan joy qidirib yurgan tanish-bilishlarga jo'natamiz.